Deksimizden devamı. Dikkat kılınlar kardeşim. Yukarı şartlarını Cungo Kompartiyası yani Cungo hükümeti orullap ketelmeydi. Şunu Cungo Kompartiyası üzünü üzü TPP dervazısının sırtıda kaldırdı. Bana doğru gel. Hiç kim sırtıda kaldırmadı Cungo'nu. Cungo üzünü üzü TPP şartnamesinin ya gelişiminin sırtıda kaldı. Cungo'da bazılar mundak hesapladı. Gerçi TPP nait uruşan aldı Cungo'ga qartılgan. Şuna TPP'nin yeşil şartlarını Cungo'ne dervazın sırtığı çıkarıp etti. Cungo'ga qartılgan TPP'nin yeşil şartları Cungo'ne dervazın sırtığı çıkarıp etti. TPP yolga koyulgan haman Cungo iqtisadiga ko'rsatgan ta'siri intayin zor bo'ldi. Demek TPP işe düşken haman, yolga koyulgan haman, Cungo iqtisadi ko'rsatgan ta'siri intayin zor bo'ldi. Cungo'da Dünya Savdo Teşkilatı'na a'zo bo'lib kirgandan keyin tovarlarni eksport qilish orqali zo'r taraqqiyot makoniga erishgan. 10 yildak muhofazat qilish muddati oxirlashgandan keyin Cungo Dünya savdosi kirishdan avvalgi bozorni echib etish to'g'risida bergan talay va'dalarni ijro qilmadi yoki bergan va'dalariga amal qilmadi. Taraqqiy qilgan davlatlarning nazarida Cungo Dünya Savdo Teşkilatı'nın ichida buzg'unchilik qilish rolini o'ynadi. Demek 15 yıl bo'ldi Xitoy bu tashkilotga Dünya Savdo Teşkilatı'na kirgili. Hozir xalqarodagi taraqqiy qilgan davlatlarning nazarida Cungo Dünya Savdo Teşkilatı'nın ichida buzg'unchilik rolini o'ynadi. Şunlaşqa Amerika Qo'shma Shtatlari TPP'nin kaynidagi strategik qimmatni ko'rib yetgandan keyin TPP kelishimini Amerika Qo'shma Shtatlari zo'r kuch bilan qo'lladi, taraqqiy qildirdi. Uzundan beri Cungo dunyoning zavodi bo'lib, azam baholiq tovarlarni har qaysi davlatlarda to'kma qilib sotib, arzon baholiq tovar ishlab chiqaradigan dunyoning arzon zavodiga aylangan edi. Bu fursatdan foydalanib Cungo bütün dünyada iqtisodiy kengaymichilik qilib, bir yo'l, bir belbog' siyosatini Osiyoda aslahalar bankisi qurish siyosatini, O'rta Amerika davlatlariga iqtisodiy jihati singib kirish siyosatini yo'l qo'yib, Cungo yer sharida iqtisodiy kengaymichilikni boshladi va shunday qilishga boshladi. Endi bugun TPP yo'l qo'yilgan bo'lsa, Xitoyning yer shari bo'yicha elib berayotgan iqtisodiy kengaymichiligi to'xtagan joyida to'xtab qoladi.